Nega Atletico Diego Simeoneni ishdan bo'shatishdan qo'rqadi? Simeone Atletico'dagi deyarli 15 mavsumida atigi 2 ta La Liga kubogini qo'lga kiritgan. Oxirgi 5 yil umuman sovrinsiz. Lekin klubdagilar uni ishdan bo'shatishni xayoliga ham keltirmaydi. Buning ustiga Simeone futbolda eng ko'p pul topadigan murabbiy. Bu Hansi Flickning Barsadagi maoshidan 4 barobar ko'proq. Simeone 15 yil ichida 8 ta sovrinni qo'lga kiritdi. Atletico esa transferlarga deyarli 1,5 milliard dollar sarfladi. Flick atiga 100 million sarflab 1,5 mavsumda 4 ta kubok yutdi. Taktikaga obuna bo'ling va birinchi 100 mingta followerlarimiz qatoriga qo'shiling. Boshqa top klublarda Simeone allaqachon bo'shatilardi, lekin Atleticoda emas. Nega? Chunki Simeone kelgan Atletico top klub emasdi. Ular barqaror natijalarga ega bo'lmagan. Simeone kelgach, klub ketma-ket 12 marta Chempionlar Ligasiga yo'llanma oldi va biror marta La Ligada 4-o'rindan pastga tushmadi. Atletico Simeoneni kuboklar uchun ushlab turmaydi. Ular Simeoneni yana o'rta miyona bo'lib qolishdan qo'rqib ushlab turadi.